Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi Alimardonova Mutabar Xolmuminovnaman. Bugun siz bilan odam anatomiyasi va fiziologiyasi fani bo'yicha qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi mavzusi bo'yicha suhbatlashamiz. Bugungi mavzumizning rejasi quyidagilardan iborat. Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi, yurak avtomatiyasi, yurak sikli, yurak ishining nerv boshqarilishi, yurak ishining gumoral boshqarilishi. Yurak va qon tomirlari qon aylanish sistemasi organlari hisoblanadi. Yurak muskullari qisqarib, organizmga qonning to'xtovsiz oqib turishini ta'minlaydi. Qonning tomirlar bo'ylab oqib turishi qon aylanishi deyiladi. Qon aylanishi tufayli to'qima va hujayralarga oziq moddalar va kislorod to'xtovsiz kelib turadi. Moddalar almashinuvi mahsulotlari organizmdan chiqarib turiladi. Yurak qon aylanish sistemasining markaziy organi hisoblanadi. Yurak xaltaga o'xshash muskulli organ bo'lib, ko'krak qafasida tush suyagi orqasida joylashgan. Uning ko'proq qismi ko'krak qafasining chap qismida turadi. Yurakning kattaligi odam mushtidek keladi. Uning massasi erkaklarda 220-300 gram, ayollarda esa 180-220 gram bo'ladi. Yurak nasos singari qonni qon tomirlariga haydab turadi. Tinch turgan odam yuragining yurak qorinchalari bir marta qisqarganda 65-70 ml qonni aortaga chiqaradi. Bu yurakning sistolik hajmi deb ataladi. Sistolik hajmni 1 minutdagi qisqarishlar soniga ko'paytirish orqali har bir yurak qorinchasining minutlik sistolik hajmini topish mumkin. Ya'ni minutlik hajmi o'rtacha tinch holatda 5 litr, ya'ni 70 ni 70 ga ko'paytirgan vaqtida 4900 ml, uni litrga aylantirib olinganda esa 4,9 litrni tashkil qiladi. Ya'ni bu taxminan 5 litr qon degani. Odam yuragi boshqa sut emizuvchilar yuragi singari 4 kamerali bo'ladi. Yurak tashqi tomondan 2 qavat biriktiruvchi to'qimadan iborat, yupqa yurak oldi xaltasi bilan o'ralgan. Bu qavatlar o'rtasidagi bo'shliqdagi suyuqlik yurak qisqargan vaqtida ishqalanishni kamaytiradi. Yurak devori esa 3 qavatli bo'ladi. Ichki qavati yurak bo'lmalari va qorinchalari bo'shlig'ini qoplab turadigan yupqa epiteliydan iborat bo'ladi. Yurak devorining o'rta qavati esa yurak muskullaridan iborat. Devorning tashqi qavati biriktiruvchi to'qimadan iborat. Yurakning ichki bo'shlig'i 4 qismga bo'lingan. Uning yuqori bo'limlari o'ng va chap bo'lmalar, pastki bo'limlari o'ng va chap qorinchalar deyiladi. Yurakning o'ng bo'lmasi 3 tabaqali klapan orqali o'ng qorinchaga, chap bo'lma 2 tabaqali klapan orqali chap qorinchaga ochiladi. Bo'lmalar qisqarganda ulardagi klapanlar qorinchalar bo'shlig'iga ochilib, qon bo'lmachalardan qorinchalarga oqib o'tadi. Chap qorincha bilan aorta qon tomiri o'rtasida hamda o'ng qorincha bilan o'pka arteriyasi o'rtasida bittadan yarim oysimon klapanlar joylashgan. Yurak bo'lmalari devori ancha yupqa, muskullari kuchsiz rivojlangan. Yurak qorinchalari muskullari esa qonni katta va kichik qon aylanish doiralari orqali chiqarib, katta ish bajaradi. Shu sababdan qorinchalar devori qalin va muskulli bo'ladi. Ayniqsa qonni katta qon aylanish doirasiga chiqaradigan qismi juda kuchli rivojlangan bo'ladi. Uning devori o'ng qorincha devoriga nisbatan 2-3 marta qalin bo'ladi. Tinch holatda yurak 1 minutda 70 marta qisqaradi. Bir kecha kunduzda esa yurak 100 ming marta qisqarib, 10 tonnaga yaqin qonni qon tomirlariga chiqaradi. Yurak tanadan ajratilganda ham ma'lum bir vaqt o'zini qisqarishlarini davom ettirib turadi. Bu xususiyat yurakning avtomatiyasi deyiladi. Bu xususiyatni aynan o'sha yurak muskullarida joylashgan maxsus hujayralarda paydo bo'lib turadigan qo'zg'alishlar bilan bog'liq ekanligini aytishimiz kerak.
yurakning o'z muskullarida paydo bo'ladigan qo'zg'alishlar ta'sirida bir me'yorda qisqarish xususiyati yurak avtomatiyasi deyiladi. Yurak bo'lmalari va qorinchalari navbat bilan qisqaradi. Yurak bo'lmalari va qorinchalarning bir martadan qisqarib bo'shashishi yurak sikli deyiladi. Yurak bo'lmalarining qisqarishi uchun 0,1 sekund vaqt ketadi. Qon bo'lmalaridan qorinchalarga chiqariladi. Shundan so'ng chap va o'ng qorinchalar 0,3 sekund davomida qisqarib, tomirlarga qon chiqariladi. Keyin bo'lmachalar va qorinchalar muskullari 0,4 sekund davomida bo'shashib dam oladi. Shunday qilib, yurak sikli o'rtacha 0,8 sekund davom etadi. Yurakning qisqarish tezligi va qisqarish kuchi tashqi va ichki muhit sharoitiga bog'liq bo'ladi. Mana bu yerda demak yurakning qon tomirlari, yirik qon tomirlari ko'rsatilgan. Yuqoriga kavak vena, aorta, pastga kavak venalar. Organizmning ishlashiga qarab o'sha yurakning qisqarishlar soni va qonning chiqarilishi shunchalik ko'p holatda bo'ladi. Agar aksincha yurak qisqarish kuchi va tezligi kamaygan sari esa qon tomirlariga chiqadigan qon miqdori kamayib boradi. Yurakning nerv sistemasi reflektor tarzda boshqarilib turiladi. Parasimpatik nervlar orqali orqa miyaga keladigan nerv impulslari yurak ishi va qisqarishini sekinlashtiradi. Simpatik nervlar esa o'sha impulslari yurakning qisqarishini kuchaytiradi, qisqarish tezligini oshiradi. Yurak ishining gumoral boshqarilishi gormonlar va boshqa faol moddalar bilan bog'liq. Buyrak usti bezi gormoni adrenalin ishlab chiqaradi. Kalsiy tuzlari yurakning qisqarishini kuchaytiradi va tezlashtiradi. Buyrak usti bezining miya qismidan ishlab chiqariladigan adrenalin gormoni xuddi simpatik nervga o'xshab yurak ishini tezlashtiradi va arterial bosimni oshiradi. Gipofiz bezining orqa bo'lagidan chiqadigan vazopressin gormoni ham qon tomirlarini toraytirib, bosimni oshiradi. Boshqa biologik faol moddalar va kalsiy tuzlari esa yurak ishiga teskari ta'sir ko'rsatadi. Qon aylanish sistemasi organlari ishining boshqarilishi nerv sistemasi va gumoral omillarning organlarga birgalikda ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq. Masalan, kuchli jismoniy mehnat bilan shug'ullanganda muskullar va paylardagi retseptorlardan keladigan nerv impulslari markaziy nerv sistemasiga kelib, yurak ishini boshqarib turadi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Yurak ishining gumoral boshqarilishi rasmda tasvirlangandek mana shunaqa holatda amalga oshadi. Bugungi mavzumiz shu bilan yakunlandi. Savollaringiz bo'lsa, qisqacha murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.